Yo, salom hammaga do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun do'stlar Robloxda biza Score a Goal for Brevets degan o'yinni birgalikda o'ynaymiz. Bu videomizda biza brevetlarni olish uchun biza gol urishimiz kerak bo'ladi. Videomiz вообще bomba bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Keyin do'stlar, agarda shu o'yinni sizlar ham o'ynamoqchi bo'lsangizlar, shu postning tagida o'yinni silkasini albatta qoldirib ketaman. Qani unda boshladik. Do'stlar, bu o'yinda biza gol urishimiz kerak ekan brevetlarga. Mana bu yerda mana brevetlar turibdi, mana har xil brevetlarimiz bor. Mana bunda bir odam sakrab yuribdi. Tak, bu taqqani bizani bazamiz endi, bizani bazamiz. Mana Johabek Space ana. Mana bu yerda qaranglar. O, secret brevetlar bor ekan. O, legendary. Oho, brevetlarga qaranglar. Vashi ikkinchi etaj ham bor ekan ku buni. Oh my god, brevetlari vashi zo'r ekan. Bizlar ham shunaqa qilishimizga harakat qilamiz do'stlar. Brevetlarni ko'paytirib, zo'rlarini olishga harakat qilamiz. Qanunda o'yinni boshlaymiz. Qani bu yerga borishimiz kerak ekan. Spot 1 dedi. Ha, gol uramiz ekan. I am here. Oh, critical. I am here. Bu yerga pritsel urishimiz kerak ekan. Mana gol. Easy guys, easy. Bizlarga Sigma Boy berdi, Sigma Boy. Mana buni endi bazamizga olib qo'yamiz. Qancha pul beradi? 2 dollar beradi ekan. Slavi. Keyin mana bu yerda mana kuchaytirsak bo'ladi ekan. Bu yoqda pulimiz 508 dollar. Bu yoqda mana kuchaytirsak bo'ladi. Keyin bu yerda futbol shop dedi. Ya'ni futbol dukoni. Qani bu yerda top kuchaytirsak bo'ladi ekan. Bizda hozir white ball, green ball, red ball, gold ball, oho, ana shu har xil miyachlarni olsak bo'ladi ekan. Ya'ni toplarni 500 dollarga sotib olishimiz uchun bizlarga ko'proq pul kerak. Qani mana bu yerdagi bir notda pulimizni olamiz. 300. Bizlarga ko'proq pul kerak, ko'proq. Tak, daily dedi. Daily'dan pul olib bilamizmi? Yo'q. Tak, yaxshi. Qani bu yerda pulimiz yetmayapti-ku, bratan, jetamiz. Bizlarga ko'p pul kerak. Qani, demak yana ko'proq gol uramiz. Bu yerga kelamiz mana. Qani, hoppa. Bu yerga aim qilamiz. Gol bo'ldi. Easy guys, easy. Bizlarga Nubini Pisoni berdi. 13 dollar ekan sekundiga. Sigma Boyda anchagina yaxshiroq. Mana pullarni olamiz, bu yerga qo'yamiz. Qani, davay. Bizlarga 500 dollar kerak. Tez. Qani. Va bizada 500 dollar bo'ldi. Endi bu yoqqa kelib topimizni kuchaytirsak bo'ladi. Ya'ni yashil topga. Mana sotib oldim. Bizda 1 dollar qoldi. Endi kim bilan ursak bo'ladi ekan? Shuffle Brainrots dedi. Yo'q. Boneka ambala buni. Gol uramiz. Easy. Mana bizlarga 42 gold ekan bu do'stlar. Gold boneka ambala bu. Bu eng hammasimizdan ko'p beradigan Brainrot bo'ldi. Buni ham kuchaytirib qo'yamiz. 750 dollar ekan kuchaytirish. Oho. 682 bo'ldi pulimiz. Qani yana kimlar bilan gol ursak bo'ladi ekan? Pipi Porni dedi. Pipi Corni. Qani, mutga oldik bu Brainrotni bizlar do'stlar. Mutga oldik. Qani, bazamizga olib kelamiz va qo'yamiz bu yerga. Mana pullarni hammasini olamiz. Qani, 2000 bo'lib ketdi pulimiz. Oho. Endi yana kuchaytirsak bo'ladi ekan. Endi qizilni olsak bo'ladi. Mana qizil topimiz bo'ldi endi. Qizil top bilan biz yaxshiroq ursak bo'ladi. Bu yerda mana free brevetlar o'xshaydi. Rainbow Sigma Boy bor ekan. Tak, easy. Bu yerga uramiz. Qani, gol. Mana endi gol uradi o'xshaydi, mana. Endi gol urdi. Mana. Va bizlarga mana bu brevetni berdi. Banatina Dolfinita dedi. Bizlarga 18 dollar beradi ekan. Bizlarga kuchli brevetlar kerak do'stlar. Kuchli brevetlarni qanaqa olsak bo'ladi? Oho. Mana bu brevetlarga qaranglar. Bro brevetlarni tashlabdi. Oho. Bo'lib bilaman ekan endi bu brevetlarni. Tak, mana bazamizga qo'yamiz bu brevetni ham. 5-brevetimiz mana bizda 3000 bo'lib ketdi. Brevetlarini tashlab ketdi, qoldimi? Olib bilamiz ki 2000 dollar dedi mutga. Bo'ldi hisob. Mutga brevet oldik biza. Birovnikini. Qani yana olib bilamizmi? Qani oldik. Shimpanzini Spiderini oldik. 2000 dollarga. Ko'chada yotibdi ekan, olaverdim endi nima qilasizlar? Mut brevet vandan keyin olaverdim. Upgrade qilsak bo'ladi ekan bu yerda. Upgrades bo'ldi, tushundim. Upgrade qilsak bizani urishimiz tezlashadi, ya'ni golni tezroq va yaxshiroq urib bilamiz. Bu yoqqa kelib endi kuchaytirsak bo'ladi ekan. Gold ball sotib oldik, ya'ni oltindan bo'lgan top. Endi kimlarga gol ursak bo'ladi? Bu yerda Cappuccino Assassino bor ekan. Tak, Frigo Camelo bor ekan.
Bu yerda Carlo bor ekan, Carlo, sen bilan o'ynayman, Carlo. Qani davay. Oo, tutib oldi. Qani, tez, gol ur, gol. Va, sal qoldi. Qani tez, bol. Gol bilmayapmiz-ku bunga. Bu tezroq ekan, yaxshiroq o'ynayapti. Qani bu yerga ursakchi. O, yo'q, o'xshamadi. Bu Brenrod juda tez darpanadi ekan. Gol odds dedi. Birdan 197. Oho, shans juda kam-ku. Shans juda kam. Buni gol urishimiz. Biza yana kuchayishimiz kerak uning uchun. Qani dashga ketdik. Kim bilan yana o'ynasak bo'ladi? Mana bu bilan o'ynab ko'ralchi. Mana, tak, bana gol uramiz. Easy. Va bizlarga mana Brenrodni berdi. Guerrino Digalitino. Ismlari ham juda boshqacha bu Brenrodni. Qani bir yerga gol uramiz. O, Bombini Gusinini olishimiz kerak. Qani. O'xshamayapti-ku. Topni qaytarib qo'yapti-ku, bu topni qaytarib. O, gol. Bo'ldi. Endi bazaga boramiz, bazaga. O, mana bu yerda Brenrodlar yotibdi. Ular ham yaxshiroq Brenrod olishga harakat qilyapti. Bizda 200 lik yaxshi Brenrodlar bor. Buni bazamizga olib beramiz va qo'yamiz mana. Mana bularni ham qo'yamiz. Bularning hammasini olamiz. Oho, shunchaki pul bo'lib ketdi. Hammasi 500 ming bo'ldi degan pullarimiz do'stlar, 500 ming. Oho, shunchaki pul bo'lib ketdi. Tak, bu yerga kelamiz. Endi Dark Nova Ballni olsak bo'ladi ekan. Davay olamiz buni. Buni ham olsak bo'ladi ekan. Buni ham olamiz dashi. 300 mingga endi kuchaytirib tashlasak bo'ladi bu yerda. Shot power 100 dedi. Oho, 3 milliard kerak ekan unga. Tak, buni olamiz. Pulimiz yetgancha hammasini ishlatamiz pulimizni. Mana endi bo'ldi. Endi gol urjak bo'lib ko'ramiz. Tak, bularga gol uramiz. Bular juda kam pul beradi. Tak, frik. Oh, dug. Dugga gol uramiz, dugga. Gol! Oh, tezlashdi urishimiz tezlashdi. Yaxshi. Tak, endi TTT Sahur bor ekan bu yerda. Oh, bandito bor ekan. Shu bilan gol urib ko'rayinchi. Qani. Qiyin-ku bu, qiyin ekan. Oho, critical. Mana bu yerga urishimiz kerak edi, xudo bosib yubordim. Qani. Mutatsiyasi bor o'xshaydi bu Brenrodni. Yo'q, ura olmadik. Mana bu gacha urib bilamizmi ekan? TTT Sahurga. Qani, tez. O'xshamay qoldi. Bu yoqqa. Qani. Gol. Va easy. Oho, mana bu Brenrod lekin yaxshi ekan. 940 dedi. Oho, mana buni-chi gol urib bilamizmi? Para ismini aytishni bilmayman, lekin juda ko'p pul beradi ekan. Qani? Yo'q. Qani, davay, tez. Tez. Yo'q, ozgina yetmayapti. Ozgina. Davay. Yo'q, o'xshamay qoldi. Qani. Yo'q. Gol urib bilmayapmiz-ku. Har safar qaytarib qo'yapti gollarni. Qani, shuni olaylik hech bo'lmasa. Bala, o'xshamayapti-ku, vallahi o'xshamayapti. Qani. Va oldik. Hisob. Oho, 800 ming dollar beradi ekan sotiga. Sekundiga deyishim. Oho, boyib ketamiz deydi bu Brenrod bilan biz. Toshna boyib ketamiz. Qani, bazamizni yopib kelamiz. Bu yerga endi Brenrodlarimizni qo'yamiz. Qanchalik pul bo'lib ketadi endi bu Brenrodlar. Mana bu yerga qo'yamiz. Endi bu Brenrodni olib tashlaymiz, bularni kerakmaydi. Bularni sell qilsak bo'ladi ekan, sotib yuboramiz va o'rniga qo'yamiz. Mana. Endi buni ham sotib yuboramiz. Sorry, Nubini pisanligi sen sotib yuboraman endi. Sen unchalik bizlarga ko'p pul olib kelmaysan. Va sotdik. Mana buni qo'yamiz mana. Pullarning hammasini olib chiqamiz va bizada 1 million bo'ldi pulimiz. 1 million. Oho. Bu yerga endi kelib mana bu Lion Ball, ya'ni sherli topni sotib olsak bo'ladi. Keyin tak, buni sotib olib bilmaymiz, buni sotib olamiz. Mana bu yerda keyin rewardsda pul olsak bo'ladi ekan, mutga berdi. Dailyda keyin buni olib bilamiz ekan. Endi bizlarga 5x ko'p pul kelyapti 20 minutga. Hisob bo'ldi. Bu degani yaxshi. Bu degani juda ham yaxshi. Qani kimlar bor bu yerda? Kimlar bor? Tak, mana bu bilan o'ynab ko'raychi. Senga kuchim yetadimi ekan ko'ramiz. Hali ham kuchli, brat, hali ham kuchli ekan. Ba'zi bir bo'lsam gol uraman, ba'zi bir qanaqa bo'lsam gol uraman bunga, qarab turinglar.
Qani Lionel Messi o'xshamay qoldi. Qani legendary. Bo'lmadi. Qani. Birdan 163 ekan shansi. Oho. Qani Voltez 1 minutimiz qoldi, 1 minutimiz. Va o'xshamadi yana. Qani bol nimaga gol urmabdi u? Gol, bo'lmadi bu. Bo'lmadi. Gol urib bo'lmadi. Gol urib bilamizmi? Chek. Oldi. Tak, oho, bu yerda secret bor ekan. Secret nishonsi juda ham kam ekan. Bu yerda mana bu birodam 1 minut oldi, $9000. Oho. Men ham La Kakoruchina olishga harakat qilib ko'raman. Qani va o'xshamadi. Qani epic ekan bu, epic. 2% ekan shansi, 2%. Qani gol. Gol urish qiyin bo'lyapti-ku, gol urish qiyin. Qani gol! Easy guys, easy. New Rainbow Brand Collected dedi. Bu Rainbow ekan. Oho, $18,000 sekundiga. Oho, bu bilan boyib ketamiz endi. Toshni boyib ketamiz. Bu eng qimmat brend otimiz adashmasam endi. Qaysini sotib yuboramiz? Mana buni sotib yuboramiz. Sorry. Buni ekan bola buni sotib yuboramiz-da. O'rniga qo'yamiz mana 92,000 dedi. Sekundiga 92,000 beryapti. Oho, bozamizga olib kelgandan keyin juda qimmat ketdi. 5 million, 10 million bo'lib ketdi pulimiz. Oh my god. Gap bo'shi. Vashshe mumkin emas. Qani mana buni kuchaytiramiz. Yana dachi kuchaytirib tashladim. Hammasini ishlatib tashladim pullarimni. Endi vashshe topni yorib dab tashlayman. Qani kimga gol uring? Qani? Trallata bor ekan. Shu bilan gol urib kelsa, gol urib bilaman ekan. Qani? Gol urishga qaranglar. Puf. Qani? Va ura olmadik gol. Qani dashi. Gol urishimiz kerak. Gol urmadik yana. Har safar topni qaytarib qolyapti u. Yana bir odam. Mana bu odam gol urib olib ketib qoldi. Oh no. Insane dedi. Oho. 4% ekan buni olish. Demak, osonroq buni olish. Buni olish osonroq bo'ladi. Va yana osongina olib qo'ydik bu Brand. Bunchalik ko'p pul bermaydi ekan. New Rainbow Brand. Oho, puliga qaranglar buni puliga. 21,000 dedi. Oh my god. Wow. Vashshe zo'r bo'ldi lekin. Qani yana qimmat Brandlar bormi? Qimmat Brand. Mana bu to'shab ketibdi-ku Brandni. Ol buni. Ololmayman ekan, qo'limda bir Brand bo'lgani uchun. Lekin ana bu Brandni to'shab ketibdi. Lekin bizda 21,000lik undan ham zo'ri bor. Ya'ni La Kar Combination dedi. Combination. Qani bazamizga kelamiz. Va qaysini sotib yuboramiz? Buni sotib yuboramiz ekan. Sorry, Pipi Corny. Buni sotamiz. Qani 108,000 sekundiga. Oho, boyib ketdik endi, toshni boyib ketdik. Ikkinchi etajdan qurib qolamiz endi adashmasam. Qani ikkinchi etaj qanaqa qilib quriladi? Tak. Qanaqa qilib qursa bo'ladi ikkinchi etajni? Ikkinchi etajda quradigan joy qani? Topolmam. Mana bu yerda ekan. 10 million ekan. Oho, ikkinchi bazani ochib yubordim. Bizlarga endi yana pullarimizni olamiz. Qani hammasini olib chiqamiz pullarni. Easy. Yangi top olamiz endi, yangi top. Yangi top bilan yangi Brand o'tishib kerak qilamiz. 16 millionga Friends Ball do'stlarning topi dedi. Oho, toplarga qaranglar, juda ham ko'p ekan. Oho. Tak. Mana buni olamiz. 840 bo'pti. Qani qancha zo'r Brandlarni olib bilamiz. Qani ko'rilishi 740 dedi, 33 dedi. Bular slabi. Bular slabi-ku, bizlarga unchalik ko'p pul bermaydi. Burushda, Brandga qaranglar. Yo'qolib ketdi. Buni tashlab yuboramiz, bizlarga kerakmaydi. Bizlarga zo'rroq Brand kerak. Mana, easy. Zo'r Brand yo'q bo'lib ketdi. Bu ham kerakmaydi, tashlab yuboramiz. Bizlarga yana chiqdi. La Extended Garanda dedi. Buni olishimiz kerak. Buni olishim kerak lekin. Qani?
7% ekan olish shansim. Qani gol bol, yo'q gol bo'lmadi. Qani jolli bo'lmadi. Qani bol perfect shots dedi. Perfect shot kerak bizga, perfect shot. Perfect shot lekin bo'lmayapti. Har safar topni qaytarib qo'yapti. Qani bol. Yana topni qaytarib qoldi. Qachon olamiz bu birinotni? Biz olamizmi bugun? Ona oldik. Bo'ldi. Easy. 2000 beradi ekan. Rainbow emas, lekin hech qisi yo'q. Rainbow bo'lmasan yaxshi. Yo'qdan yaxshi. Yaxshi, bu yerdan birinotlar yotibdina, tashqarida. Unchalik ishlamas ekan ularning bironotlari. Va bazamizga olib kelamiz. Bizlarga bu narsa berdi. Tak, qaysi sotib yuboramiz? Buni sotib yuboramiz va qo'yamiz birinotni bu xona. Oho, bu xa 12000. Yomon emas. Chotki. Pulimiz qancha bo'ldi? 25 million va 34 million bo'ldi. Oho. Buni yana kuchaytiramiz dalshi. Dalshi kuchaytirib tashladim mana. Qani. Ko'ralchi. Perfect shot qilamiz ben. Personal power dedi. 2x. Yani bize yaxshiroq urishimiz mumkin. Yaxshiroq gol urishimiz mumkin. Mana bu qaranglar. Mana bu bratga birinotni olib beraman. 65% ekan. Bir urishda gol uraman. Mana uka kerak bo'lsa birinot olarsan, menga kerakmaydi. 19000 Spider-Man dedi. Big Sam birinchi urinishda. Oh my god, birinchi urinishda. Ham diamond ekan, diamond mutatsisi bu 76000 dollar sekadiga. Oho, voyshi. Oho, big diamond dedi. Ham big ham diamond. Oho. Omadga qaranglar, bir urinishda oldim, bir urinishda. Oh my god. Qaysi birinotni sotamiz? Mana bu birinotni sotamiz endi. Sorry. Buni sotib yuboramiz va o'rniga Spider-Man'ni qo'yamiz. Sekundiga 384 000. Oho, bu degani 3 sekund ichida biz 1 million dollar ishlay olamiz. Oh my god. Wow. A secret lucky block in a football goal dedi. Secret lucky block. Qayerda u? Qayerda yotibdi? Lucky blockni birov oldi. Lucky blockni birov oldi. Oh my god. Lucky block tushdi mana bunga. Lucky block. Qani lucky blockdan nima tushadi ekan ko'ramiz. Qani 67 tushdi. 67. Oho, 67 qancha beradi ekan endi unga? Qani ko'rib kelalchi bu bilan birga. 67 dedi. 67. Hozir bazasiga borib qo'yadi bu. 67 ming. Shuni olishimiz mumkin edi, lekin zayliq. Bizda undan ham zo'rlari bor. 67 dan mana bu Spider-Man zo'r. Bizda 60 million bo'lib ketdi pulimiz. Qani futbol shopdan sotib olib bilamizmi? Qani qancha? 70 million? Yetmaydi ekan, yo'q. Qimmat. Tak, 30 sekund qoldi. 30 sekund ichida bir normalniy gol urishimiz kerak. Qayerga gol uramiz? Tak. 2% dedi. Tung sahurga gol urdi bu. 2% ekan mana bu buni. Qani Shimpanzini Spiderini. Bir urinishda. Gol. Easy. Drop. Bizlarga unchalik kerak emas bu. Mana buni ham gol uramiz. Easy. Buni ham oldik. Mato ekan bu. Matoni ham qo'yamiz. Mana buni olib bilamizmi? Menga bir yaxshiroq birinot kerak-da. Mana bunaqa o'xshaydi birinotlar. 2 million dedi. Uni olish juda ham qiyin bo'lar. Okay guys. Mana bu birinot olib ketamiz. Birisini hech bo'lmaganda Matoni olib ketamiz. Mato, come here bro, come here. Bazamizga olib qo'yamiz. Skelet bot tutdi ekan bu. Yarim skelet, yarim odam. Qani buni ikkinchi bazamizga qo'yamiz. Ikkinchi etajga qo'yamiz. Ikkinchi etajda turadi u. Va zinadan chiqamiz va mana qo'yamiz. Oho. Do'stlar, bugunga bo'ladi deb o'ylayman. Bugun ham yomon bo'lmadi. Voshli zo'r birinotni olib tashladik. Mana bu yerda Sami Spider'ni oldik. Bazamizni kuchaytirib tashladik.
Unda do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling va aytgancha kanalimga obuna bo'lib, videoga like bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bye bye.